Hurmatli o'quvchilar, ana kechagina kelgandaysizlar, kelgandek bo'lib turibsizlar, lekin bugun mana shu o'quvchilarimiz ko'zim qo'ymayapti. Juda xursandman. Vaqt o'tib ketdi, tez. Baribir vaqt oliy hakam. Shunday ekan, bugun bular uchun maktabdagi so'nggi qo'ng'iroq chalindi. Barchalaringga kelajakda o'z iqtidorlaringni ko'rsatadigan vaqtlaring keldi. Men shu sizlarga muvaffaqiyat tilayman. Yaxshi kasb egalari bo'lishlaring tilakdoshiman. Hurmatli o'quvchilar, birinchi o'rinda men sizlarni bugungi so'nggi qo'ng'iroq tadbiri bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bu tadbir har yil bo'lib o'tadi. Biz har yili shu 25-24 mayda sizlarga o'xshagan o'quvchilar ko'zlarida, qalblarida boshqacha bir hissiyotni ko'ramizda. Bugun ham xuddi shu narsani ko'rib turibmizki, bizga ham ma'lum, sizlar bilan maktabdan paylashish bizga ham ma'lum bo'lmaydi. Shunday bo'lsa ham endi bu hayot yana shu narsa takrorlanadi. Takror kelaveradi. Sizlarga tilaklarim juda ham ko'p, o'quvchilarim. Biz sizlar bilan juda ko'p yil mana shu dars mashg'ulotlarida ona tili adabiyot bo'yicha suhbatlashdik. Balkim biron narsa bera olgandirman, balkim biron narsa kamchiligim bo'lgandir. Endi bu sizlar hayotga ko'rsatadi o'zi. Nasihatlar bergandirman, maslahatlar bergandirman. Ertangi oldingizda turgan mustaqil hayot belgilaysiz. Shu mustaqil hayotga qadam tashlayapsiz. Mana birinchi o'rinda hammalaringizni shunday fikr turibdiki, mana shu oliy o'qishga qilsam, yaxshi bir inson bo'lsam, birinchi o'rinda kasb tanlayapsiz-da. O'sha kasbni, o'sha sohani tanlasam degan bir fikr turibdi sizda. Va jamiyatimizga, umuman birinchi o'rinda oilamizga, qishlog'imizga, xullas xizmat qilish maqsadida. Ana shu yo'lda charchamang. İşlerinizi omad, o'qishlaringizni omad. Mustaqil yo'l tanlab oling. Hech qachon kasal bo'lmang. Har doim men sizni ko'rganda, siz meni ko'rganda yorug' yuz bilan bir-birimizga shunday munosabatda bo'laylik. Salomat bo'linglar.